Assalomu alaykum, hurmatli o'rtoqlar, dindoshlar, bizni podpischilar, bizni kuzatib yurganlar. Inshaalloh bugun pogruzkamiz ikkita stariya konteynerimiz keladi. Xudo xolasa inshaalloh yuklab jo'natamiz. Bemalol mana shunaqa chiroyli mashinalar kerak bo'lsa, qiziqayotganlar bo'lsa, turfirma, oilaviy 9 mestali mashinalar bemalol aloqaga chiqasizlar inshaalloh. Yuklash arafasida biz topib, chiroyli narxlarga qilib inshaalloh yuklab beramiz. Konteynerimiz kutyapmiz. Xudo xolasa o'z konteynerimiz kelib qoladi inshaalloh. Yuklab egasiga omonatlarni jo'natib yuboramiz. Bemalol aloqaga chiqasizlar. Pastda nomerlari qo'yamiz. Bu mashinalarga firma kerak bo'ladi albatta. Tur firma kerak bo'ladi. Firmasiz rastomochkasi qimmatroq chiqadi. Заводской propan gibridi bo'ladi, заводской propani bo'ladi. Dizeli ham bo'ladi. Kimga dizeli ham qiziq bo'lsa bemalol chiqaverasizlar.